Sistitni oldini olishimiz mumkinmi? Bugun sizlarga 3 ta top maslahat bermoqchiman. Birinchisi, bu iloji boricha bel sohasi va oyoq sohalarini sovuqdan saqlang. Chunki eng birinchi navbatda siz sovuq bo'lganda oyoq qo'llarda qon aylanish buziladi va u yerda mikrob ko'payishiga sharoit qilib berasiz. Ikkinchi maslahatim bu ko'proq suyuqlik ichish. Ba'zi holatlarda biz kiloga ko'ra ham suv miqdorini belgilab berishimiz mumkin. Bunda asosan bu suv miqdorini ko'p qabul qilganingizda qovuqdagi mikroblarni yuvib tushishini osonlashtiradi va bir vaqt o'zida tuz donachalari bo'lsa ham ularni ham yuvilishiga yordam beradi. Va uchinchi maslahatimiz albatta gigiyenaga rioya qilishingiz kerak. Chunki noto'g'ri gigiyenaga rioya qilish natijasida siz qin orqali va orqa ichak orqali infeksiyalarni siydik yo'liga yuqtirishingiz mumkin va sistitni avj olishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Agar sizga shunga o'xshash maslahatlar qiziqarli bo'lsa, sahifamizga o'ting va bizni kuzatishni davom eting.